bizni kanalda so'raganga bonus qilib bering. Aka men o'zim bonus qilib beraman. Chot qilib berasiz, ha? Tamam. Xo'p do'stlar, shu aytganidek, narxini chiroyli qilib beraman deb bonus bo'ladi deyapti. 2022-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka full do'stlar. 4 ta balon yaxshi holatda ekan, 22 ming yurgan ekan. Do'stlar, qiziq bo'lsa telefon qilasiz, video registrator hamma yo'g'i bor, xullas navolot ozroq qilingan mashina. Qancha bo'lsa berasiz? Chiroyli qilib ayting. Marjonov media deb kelsa agar, 110 dan qilib kelsa bo'ladimi? 10 dan ham 2 million o'tib bering yana. Bo'ladimi? 2 million? Ha, qo'l tashlab qo'ying siz. Urgansiz qo'yingda arzonroq berishga aka. Arzonroq bersa bo'ldi. Xalq maza qilsin buni. Do'stlar, mana 108 millionga 14 berib yotgan joyida mana 19 oxirini olsanglar bo'ladi do'stlar. Arzondek. Mana do'stlar, o'zingizlarning ko'rsanglar bo'ladi. Bemalol ustinglarni olib kelib, hamma yo'g'i zo'r. Diskalar bilan berasizmi? Hech narsa olib qolmaysizmi? Bo'ldi. Video registratorlari ham bor, uni ham olib qolmaydi, telefon qilib to'liq ma'lumotni akani o'zi olsanglar bo'ladi deganlar. Xo'p, assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, charchamayapsizlarmi, sog'liqlaringizlar yaxshimi? Xudo xolasa mana Dino mashina bozoriga kelib oldik. Gentra, Cobalt narxlarini xudo xolasa qo'ldan kelib chiroyli qilib obzor qilib berishga harakat qilamiz. Hozirgi videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, like bosib qo'yinglar. Obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz, obuna qo'yish обязательно esinglardan chiqmasin. Narxlar ham ancha-muncha arzon bo'lgan do'stlar. Hozirgi videoda bemalol ko'rib olasizlar do'stlar. Keyin Telegram kanalimizda har doim eslatamiz. Bunaqa mashinalarni 5 tadan 15 tagacha qo'yib boryapmiz, har xilini. Xo'p, sotilish ham o'shanga yarasha zo'r bo'lyapti do'stlar. Opsiyaga, kommentariyaga silkalarni qo'yib qo'yaman. O'tinglar, obuna qo'yinglar do'stlar. Hech narsa yo'qotmaysizlar. Paganali. Xo'p do'stlar, birinchi Gentradan boshlab olamiz. Aytganimizdek, like da aymasdan bosib qo'yinglar. Qani ketdi. Buni yili necha ekan buni? 22-yilda ishlab chiqarilgan ekan, ha? Xo'p, avtomatmi? Avtomat. Avtomat, ABS konsert hamma yo'g'i bo'ladi. Kraskalar tozami? Toza, balonlarni ko'rishingiz mumkin do'stlar. Balonlari yangi, top-toza, yuklari bor mana. Tonirovkalari bor ekan. Polik, chixol, yo'q ekan poliklari bor. Malibu bar qo'yilgan mikrofonlari bor ekan do'stlar. Hozir 22 ming yurgan deyapsiz do'stlar, masalan, ko'rishingiz mumkin, akkuratni bo'lib, mushni bo'lib turibdi do'stlar. Keyin video registratorlari ham bor ekan, Lenovo. Beshumkalar ham bo'lgan. Beshumka ham qilingan ekan do'stlar. Zatni kameralari ham bor, mana ko'rishingiz mumkin. Mashina xullas ozgina navrot qilgan mashina ekan. Buni narxini qancha aytyapsizlar? 175 million aytilayotgan ekan do'stlar. Hozir so'radimi, Respo? 168 naqd pulga so'ramiz. Nomer aytib oling, telefon nomeri. 88lik 152 50 endi qarang. Ko'rgan ekansiz. Qancha bo'lsa qilib berasiz? Aka, Rossiyadagilarga salom ayting. Men yaqinga Rossiyadan keldim. Gazni bo'lsinglar, kelib mana shuna biznes chiqinglar. Xudo xolasa yana qaytib ketaman o'rniga. Xudo xolasa. Rossiyadagilar qizlarga bormanglar, to'lka ishni qilinglar, soqqani qilinglar, mana biznesni boshlanglar. Endi qarang, Rossiyadagilarga necha pul bo'lsa berib yuborasiz. Rossiyadagilarga musofirlarga kelishtirib beraman aka. 1-2 million so'm biz kanalda so'raganga bonus qilib bering. Aka men o'zim bonus qilib beraman. Chot qilib berasiz, ha? Tamam. Xo'p do'stlar, shu aytganidek, narxini chiroyli qilib beraman deb bonus bo'ladi deyapti. 2022-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka full do'stlar. 4 ta balon yaxshi holatda ekan, 22 ming yurgan ekan do'stlar. Qiziq bo'lsa telefon qilasiz, video registrator hamma yo'g'i bor, xullas navolot ozroq qilingan mashina. Shumkalari ham bo'lgan ekan. Buni yili necha? Buni yili necha? 18, nechi paysasi bu? Oxirgi fulli bor. Full avtomat, ana nima deydi? 4-paysa, ha? 4-paysasi do'stlar, propanlar sinib qilingan ekan. Xo'p, 3 motorligimi? Bolalar ko'rishingiz mumkin. Hozir diskalarida kraska tozami? Kraska top toza aka. Beshganlari ham bor ekan. 68 ming yurgan, kraskalar top toza ekan do'stlar. Xo'p, tonirovkalar bor, polik chiqinlar bor. Sinellari ham ishlayapti. Mana do'stlar. Akalar ham maza qilib o'tiribdi. Issiqda. Narxini qancha aytyapsiz aka? Narxini 19,5 ming aytilyapti. Bozor so'radimi buni? Bozor faqat barterga seryapti. Naqd pul yo'q. O'sha nomerlarga telefon qiladi. Naqd pul bo'ladigan bo'lsa qancha pul bo'ladigan? Kelishtirib beraman, Rossiyada telefon qilsinlar. Akamizga ham ichini yorish qiyin bo'lyapti ozgina. Telefon qilinglar do'stlar, 19 ming aytilish ekan. O'zim musofir bo'lganman-da, o'zim kelishtirib beraman. Faqat qizlarga bormasin, to'lka soqqani ishlanglar, bo'ldi. Kelib biznesni boshlashlar. Bo'ldi, telefon qilasiz do'stlar. Do'stlar birdan qaytayotganini ham so'rab o'raman, bitta qaytayotgan ekan. Bu yili necha buni?
20 ga 21 aka. 20 ga 21 yurgani qancha? 3000. 3000 kraska toza. Yangi kraska. Gaz qo'ygansizmi? Yo'q, benzinda. Benzinda. Qanchadan qaytdi? 130 ga bermam. 30 ga bermasiz, nomer ayting. 35 bo'lsa beraman. Nomer ayting. 93lik 93lik, xo'p. 078 Xo'p. 83 82. Bo'ldi. Telefon qilinglar do'stlar, qiziq bo'ladigan bo'lsa. Yangi mashina 3000 dan yurgan ekan do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Bu ham Buxoroniki. Jintran so'raymiz. Bu Jintran yili necha reis? 21 aka yili. 21. Nima qo'yilgan? Gazlar bormi? Gaz yo'q. Gaz yo'q, benzinda ekan do'stlar. 21-yil. Xo'p, ABS bor, kondisioner bor, kraskasi qanday? Kraska toza aka. Kraskalar top-toza ekan do'stlar. Keyin balonlarni ko'rishingiz mumkin, yaxshi balon bo'lgan ekan, yaxshi holatda. Mejgarlar ishlaydimi? Ishlaydi. Shumkalar ham bo'lgan ekan do'stlar. Lyuk, avtomatmi bu? Avtomat lyuklari ham bor do'stlar. Xo'p, elektronniy polik chiqonlari bor, barlari bor, maytfillari bor. Assalomu alaykum. Qancha yurgan bu aka? Assalomu alaykum. 60500 yurgan ekan do'stlar. Video registratorlari ham bor ekan keyin. Xo'p. Narxi qancha aytilyapti buni? 170 deyapmiz aka, kami bor. 170 kammi? Qancha so'radi bozor? 113 so'ra. 63 nomer ayting, telefon nomeri. 77lik 77lik 157 157 6507. 6507 varianti bormi buni? Bor. 150% olib kelsa bo'ladi, ha? Bo'ldi. Telefon qilinglar, qayerda mashinasi? Termiz. Xo'p do'stlar, Termizda mashinasi ekan, variantga imkoniyati bor ekan, ya'ni 50% pul olib kelib olib kelsalar bo'ladi. Aytilishi 170 million ekan. Avtomat korobka lyuklari ham bor do'stlar. 4 ta balon yaxshi holatda, 69 ming yurgan ekan. Qiziq bo'lsa telefon qilinglar, to'liq ma'lumotni akalardan olsanglar bo'ladi do'stlar. Do'stlar, Nexia 3 bor ekan, oppoq rangda 2012-yilda ishlab chiqarilgan do'stlar. 4-paketli gazlari bor. Xo'p. ABS bormi yo'qmi? ABS ham bor ekan. Kondisioner bor ekan. Kraskasi tozami? Pitonlari bor, ha? Dar yo'qmi? Dar yo'q, pitonlari bor ekan. O'zingizlar shu qismlarni olib kelib, bemalol ko'rsatib olsanglar bo'ladi. Balonlarni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mejgar ishlaydimi? Ishlaydigan do'stlar, elektronniy polik. Xo'p, barlar yo'q ekan, avtomat korobka do'stlar, monitorlari bor. Bunda MERS deflektorlar qilingan ekan. Masalan, ko'rishingiz mumkin do'stlar. Xo'p. Maskalar ham qanday qilib turibdi. Yurgani qancha tog'a? 190 ming. Narxini qancha aytasiz? 170 kelishadi. 100 million kelishinglar. Nomer ayting, telefon nomeri. 91lik 232 14 qancha so'radi o'zi bozor? 90 ming so'radi. 90 million bermadingiz, ha? Variant kim berasizmi? Telefon qilaveramiz. Barter bor, ha? Koboltka. Do'stlar, variant imkoniyati yo'q ekan. Xo'p, avtomat korobka Cobalt olamiz ham, ya'ni barterga imkoniyati bor ekan. Qiziq bo'lsa telefon qilinglar. Ya'ni agar o'zidan ma'lumot olsanglar bo'ladi. 100 million aytilishi 90 million bozor so'ragan ekan. Do'stlar, qoranchi interaktivdan. Aka, buni yili necha ekan? Aka? Aka. Yerdalar kursaydi ozgina do'stlar. E'tibor bermaysizlar mayli. Apa bo'lmaymiz, apa. Kurtoylar. Aka, buni yili necha? 22. Necha pul aytilyapti? Do'stlar, 22-yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangda Gentra hozir to'liq obzor qilamiz. 4-paketli gaz bor ekan. ABS bor, kondisioneri bor ekan. Kraskasi tozami aka? Kraska tozami? Yo'q. Bitta kirlarda bir qarish petnosi bor, mana kirlar almashgan. Xo'p, bitta kirlasi almashgan, bir kirlasida bir qarish petnosi bor ekan do'stlar. Keyin mana balonlarni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, yana ham o'zingizlar shu saydan olib kelib ko'rsatib olasiz. Elektronniy polik chiqonlari bor, barlari bor, ha? Bar yo'qmi? Barlar bor. 29 ming pravek yurgan aka. 29 ming yurgan, monitor qo'yilgan. Arqaga ham stoplar, optro stop qo'yilgan. Arqaga optro stoplari ham bor. Xo'p, buning narxini qancha aytyapsiz? 140 million deyapmiz aka. 140 million bozor so'radimi? 125 milliongacha savdo bo'ldi aka. Bermadingiz. Nomer aytib oling. 94lik 94lik 460 460 40 ikkinchi pozitsiyasi bular. Endi bilmayman. Mexanika. Pozitsiyasi. Ana abagrefi bormi, qiziydimi? Sidena? Ha, sidena qiziydi. Bo'ldi. Ya, birinchi ya elegant plus 1 ya 2 da. Bo'ldi. Xo'p do'stlar, 125 million bozor savdosi bo'lgan ekan, video registrator ham bor, orqa zatniniki do'stlar. Qiziq bo'lsa telefon qilasizlar, to'liq ma'lumotni olsanglar bo'ladi jigarlar. Bu Chendildan kanaldan so'rasa qancha bo'ladigan aka? Bo'ladigan 130 aka.
Yana unutib yurmaysizmi? 2 million bonus qilib bering kanaldan chiqqanga. Qiziqib telefon Kanaldan qilsin. chiqsa mayli bonus. 2 million ha. Do'stlar 30 million bo'lar dedi. Yana kanaldan chiqsanglar, xudo xolasa 2 million so'm bonusi bo'ladi do'stlar. Telefon qilinglar. Xo'p do'stlar, 2017-yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangda Gentra Nexia 3 bor ekan. 4-pokoleniya gazlar bor, ABS konditsionerlari bor. Xo'p, kraskasi qanday edi buni? Kapotida bor hozir. Bitta kapotida bor, ha? Bo'ldi, kapotida bor ekan, o'zinglar ko'rsatib olasizlar, balonlarni ko'rishinglar mumkin bo'lsa. Xo'p. Elektronli polik chihol barlari bor ekan, maytfonlari bor ekan. Mana salon ko'rishinglar mumkin bo'lsa. Yurgani 3 kurugida. 3 kurugida. 3 kurug yurgan ekan do'stlar. Va bu yoqda yaqinda ko'rindimda, metallari bor. Chaqasqalarni ko'rishinglar mumkin. Va qancha bo'ldi dedingiz sodasini? 75 gacha bo'ldi. Nomer ayting, telefon nomer. 91lik 234 0272 nomerlarga telefon qilsanglar do'stlar, to'liq ma'lumotni olsanglar bo'ladi. Mayli. 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Qizilmi bu, nima bu? Olcha rangmi bu? Rang. Pardovoyda do'stlar, 13-yilda ishlab chiqarilgan Malibu bir so'raganlar uchun xudo xolasa mana Malibu bir bor ekan do'stlar. Xo'p, mana bu diskalari bor, balonlarini ko'rishinglar mumkin. Kraskasi qanday respo? Tozami? Top toza ekan, elektronli, polik, chihollari bor, barlari bor. Xo'p, 158 ming yurgan ekan do'stlar, lyuklari ham bor ekan mashinada. Mana salonlarni ko'rishinglar mumkin mana. Endi eshikalarga, ya'ni yangilarga olib beradigan mashina ekan do'stlar. O'zinglar ham mazza qilib minsanglar bo'ladi, lekin e'tibor tortadigan mashinada как mana zadniy kameralari ham bor. Mashina lekin chiroyli bo'lib turibdi. Buni narxini qancha aytyapsiz, rais? Narxini 145 million aytyapmiz. 145 million so'radimi bozor? Telefon qilasiz do'stlar. Bozor 130 million so'radi. 33 133 gacha bozor savdosi bo'libdi do'stlar. Telefon qilib, yana ham to'liq ma'lumot olsanglar bo'ladi. Kraskasi lekin toza deyapti. Xo'p, do'stlar, 19-yilda ishlab chiqarilgan Ravonmi bu? Ravon oppoq rangda Cobalt bor ekan, metallari bor do'stlar, ABS'lari bor, konditsioner bor. Kraskasi qanday? Kraskasi mana shu yerda ko'tmoqsiz. Bitta joyda. Eshigini pastda. Ha, parog tarafida. Parogida bitta, keyin kirlosda mana shu yerda bitta, ikkita joyda bor ekan. Keyin vakuum ham bo'lganmi degan shu. Vakuum ham bo'lgan ekan, chiqarilmagan ekan. Xo'p, yana ham o'zinglar uchun ko'rasiz, avtomat diska do'stlar, balonlarni ko'rishinglar mumkin. Xo'p. Elektronli polik chihollari qo'ygan, barlari yo'q, mexanika, maytfonlari bor, 102 ming yurgan ekan do'stlar. Salonlar alaykum. Cho'tki turibdi. Narx arzon deb hozir narxini ham bilamiz-da, qanchaligini. Narxini arzon deyapsiz, arzon berasizmi? Qancha so'radi bozor buni? Balonlarni ko'rishinglar mumkin. Damkarat, ключ hamma bor do'stlar, tushmagan ekan. Narxini qancha aytyapsiz? Narxini vakuum bor ekan do'stlar. 115. Ha. Agar sizda aytib kelsa, bir kelishsa O'zi qancha zo'r ekan buni? 105. Probeg zo'r ekan lekin, ha? 19 oxiri. Probeg zo'r ekan, ha? Endi bir kurukdan oshibdi-da. Halol yurgani shu. Halol, ha? Zo'r ekan do'stlar, probegim zo'r ekan. Endi bitta yarimta petno bo'ladi-da. Yangi mashinalarda ham bo'lyapti. Nomer aytib yuboring, telefon nomer. 95lik 95lik 085 085 55 44. 55 44. Qancha bo'lsa berasiz? Chiroyli qilib ayting. Mirjalol media deb kelsa agar, Ha. o'zi 10 da qilib bersa bo'ladimi? 10. 10dan ham 2 million o'tib bering yana. Bo'ladimi? 2 million. Ha, qo'l tashlab qo'ying siz. Urangasiz qo'yindi, arzonroq berishga aka. Mirjalol media deb kelsa bo'ldi. Xalq mazza qilsin buni. Do'stlar, mana 108 millionga 14 berib yotgan joyida mana 19 oxirini olsanglar bo'ladi do'stlar. Arzon uchun beraveryapman. Arzonding. Arzondan. Mana do'stlar, o'zingizlarning ko'rsanglar bo'ladi, bemalol ustinglarni olib kelib, hamma zo'r. Diskalar bilan berasizmi? Diskalar. Hech narsa olib qolmaysizmi? Bo'ldi. Video registratorlari ham bor. Video registratorlari ham bor, uni ham olib qolmaydi, telefon qilib to'liq ma'lumotni akani o'zi olsanglar bo'ladi jigarlar. Nima deb kelsin? Mirjalol media deb kelsa beraman. Bo'ldi, 2 million yana bonusi bor deng. Bo'ldi. Do'stlar, zakaz chiqib qolgan akamizdan, Dehqon akan 2017-yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangda Gentra bor ekan. Xo'p, metallari bor. Mana ABS yo'qmi?
Abez yo'q ekan, ha? Birinchi pozitsiyami bu? Kondisioner abez yo'q. Krashkasi qanday? Bitta orqa kirilda bor, keyin bunday miatinalar bor ekanda. Xo'p, balonlarni ko'rishingiz mumkin do'stlar. Tutlar ishlaydimi? Tutlari bor ekan. Men shunga yaxshi bo'ladi-da. Elektronniy polik, chexol, bar, monitorlari bor ekan, mexanika varianti do'stlar. Assalomu alaykum. Siz qanday bo'lyapti, tog'a? Bo'ladi. Bo'ladimi? Chidasa bo'ladimi? 40 ga chiqdimi deyman, ha? Chiqdi. Ha? Chiqdi, dim bo'lib qolyapti-da. Dim bo'lib qoldi, ha. Bo'pti-da, mayli. Endi issiq ham kerak. Sovuq bo'lganga yarasha issiq ham bo'lish kerak, jigarlar. Layklarni bosaylik, layklarni mana metani bor. Ko'p zapaskalari bor ekan do'stlar. Kristal karatlari bor ekan. Buni narxi qancha aytyapsiz aka? 110 million deyapmiz. 110 million aytyapsiz. Bozor so'radimi buni? Hozir 96 million. 96 million. Xo'p, nomer ayting. 99lik 675 675 96 99 qancha bo'ladi? Naqd pul bo'ladiganimiz kanaldan so'rasak. 100. Ye. 96 so'rami bozor? 7 bo'lsa berasizmi? Chiroyli qilib aytib bering aka, biz kanalga. Ye. Bonus bo'lsin-da, bo'ladimi? aytibman. Naqd pul bo'lsa 97 bo'lsa berasizmi? Bilmaysizmi? Ozroq chiqsa berasizmi? Yana ozroq chiqsa berib yuboring, bonus qilib yuboring biz kanaldan chiqsa. Mayli aka, qancha yurgan o'zi? 95. 95 ming. Probig yaxshi ekan do'stlar. Telefon qilinglar. Ikkita joyda petnosi bor ekan. Bitta orqada dedi, yana ham ko'rsatib olasizlar-da baribir. Miatinalari bor ekanda, bunday strashniy o'tmaydi u. To'liq ma'lumotni olsanglar bo'ladi akalar. Mayli aka. Do'stlar, yana bitta Gentra bor ekan, 19 ga 20 ekan, 4-pakelini gazlar bor, ABZ bor ekan. Bu kondisioner bor. Kraskasi qanday buni? Ichida petnosi bor, strashniy emas, ichiga o'tmagan. Kapotda ichida petnosi bor, ichiga o'tmagan, strashniy emas, ha? Xo'p, mana balonlarni ko'rishingiz mumkin do'stlar. Balonlar yangi mejgarlar ishlaydimi? Ishlaydi, 906 mejikar. 906 ishlaydi do'stlar. Elektronli, polik, chexollar bor, barlar bor, naytfonlar bor do'stlar. Salonlari ham mo'shni turibdi do'stlar. Ezilib, ranglari chiqib ketmagan. Qancha? 91 ming. 91 ming yurgan ekan. Hop. Diskalari ham bor do'stlar. Ko'rishlar mumkin. Buni qancha so'radi, Shu 14-15 ozroq nasiyasini so'rab turibdi. 114 15 gacha nasiyasini, ya'ni variantga so'rayotgan ekan. Nomer ayting. 94lik. Ha? 514 Ha? 2007. 27. Naqd pul bo'lsa qancha bo'lsa beraman deyapti. Shu variant so'ragandan so'ng olsa beraveramiz. Oshsa demay, shuni ham berib yubor. Keyin gaplashamiz. Shu 14-15 variant so'ragan ekan do'stlar, sizlar naqd pul berib olib kelsanglar bo'ladi deganlar. Berilmagan naqd bo'lsa. Variantga bormi o'zi imkoniyati? Variantga uzoq 1 oylarga beriladi. 1 oygacha kutsa bo'ladi, ha? Bo'ldi do'stlar, telefon qilinglar. 1 oygacha varianti bor ekan. Kutar ekan. Yana ma'lumotni, to'liq ma'lumotni o'zingizdan olsanglar bo'ladi deganlar.